Voy balakat! Bitta ko'zimni ochib yumgunimcha qorong'i tushib ketdimi bolalar. Tuman tushishni boshlabdi. Buni qaranglar. Bu demak rost ekan. Tuman tushyapti. Wow, balakat bo'ldi jigarlar. Bu degani bilasizlarmi nima degani? Bu degani demak, shu yaqin kunlarda rostdan ham nimadir juda yaqin, seryozni yaqin degani. Okey, qo'l telefonni olamiz. Lekin menda hali uyqu kelmayapti. Shuning uchun biroz ko'chani aylanib kelamiz. Qani, ko'chada nima gaplar bo'lyapti ekan? Xo'sh, daraxtim o'z joyida. Bilmadim obunachilar kech bo'lishi bilan kasal bo'lib qoldimmi, nimagadir burnim oqishni boshladi. Okey, lekin bu nima bo'ldi? Palagat. Jitila birpasda yangi uy qurishni boshladim yoki yangi oila ko'chib keldimi? Qiziq. Xo'sh. Voy palagat, biroz qo'rqinchli. Bu uy eshigi nimaga bunaqa? Obunachilar eshigi anaqaga o'xshirkan. Bilasizlarmi nimaga o'xshaydi? Eski ana o'yinni kim o'ynagan? RDR 2 ni Red Dead Redemption 2. O'sha o'yinda kovboylar o'sha anaqasi bari klublari mana shunaqa eshik bilan bezatilgan bo'ladi. Ya'ni bu eshikni ochish shart emas qo'l bilan. Ko'ryapsizlarmi? Bunga tekkanning foydasi yo'q, shunchaki mana bunday qilsa ochiladi. Mana shunaqangi ajoyib eshik, lekin bu yerda nima bor? Mayli, obunachilar bu bizniki emas, balkim taqiqlangandir, shuning uchun bu yerga kirmaymiz, shunchaki bu yerni skip qilamiz. Ertalab jitilardan so'raymiz bu yerda nimalar bo'layotganini. Mayli, tepadan qishloqni tekshirib qo'yaychi obunachilar, tuman qanaqa darajada qishloqni egalladi ekan. Menimcha yaxshigina egalladi qishloqni. Chunki obunachilar Uje ana yer mana bu uydan naryoq ko'rinmayapti. Kunduz kuni esa ana yerdagi daraxtlar ko'rinayotgandi. Naryodagi daraxtlar qanaqangi mazza edi obunachilar, lekin hozir esa unchalik emas. Mayli bo'pti, endi biz ham el qatori uxlaylik, chunki ertaga bizni dam olish kunimiz va ertaga biz to'yib uxlamaymiz. Nimaga? Chunki men ertaga uxlashning o'rniga boshqa bir ishlar bilan shug'ullanishim kerak. Balakat, bu jitel nimaga bunaqangi bir g'alati ahvolda? Kech bo'lganda nimadandir qo'rqyaptimi deyman bu jitel. Mayli, ahamiyat bermaymiz obunachilar. Biz hozir muhimi ahamiyat beradigan narsalarimizdan biri bu o'zimizning uyimizga kirib vaqtida uxlash. Aytgancha nima demoqchi edim? Ertaga men erta turaman va nima ish bo'lsa hammasini ertadan boshlayman. Misol uchun ertalab turishim bilan birinchi navbatda sevimli o'yinim Counter Strike 2 o'yinini o'ynab boshlayman. Undan keyin esa nima ishim bor? Keyin esa 1-2 qo'l PUBG o'ynayman va faqat ertaga o'yin o'ynash kunim bo'ladimi deyman-da. Balkim shuylar bilan chiqib tashqarida ertalab salqinda futbol o'ynarmiz. Chunki sog'dan sog'lom aql bu narsalar ham kerak. Mana obunachilar juda ham ko'p bidir deb gapirib yubordim. Ana endi ertalab bo'lsa ertalab gaplashamiz. Tong otdi obunachilar. Mana bir pasda bizda tong ham otib qoldi va bugun bizani bilasizlarmi, dam oladigan kunimiz. Va ertalabdan soat nechida turdim men? Hozir menga soat juda ham qiziq bo'lyapti obunachilar. Hozir taxminan soat 4 bo'lgan bo'lsa kerak, chunki men bugun juda ham erta turmoqchi edim. Ha, sizlarga va'da berib qo'ygandim, erta turaman va bugun juda ham ko'p ishlar qilaman deb va salgina kech turib qo'yibman obunachilar. Soat 9 bo'pti, nimayli hechqisi yo'q. 4 bilan 9 orasida 5 soatgina farq bor va bu degani bizda hali kech tushishigacha va yoki bugungi kun tugashigacha ancha vaqt bor. Balkim bu tuman ertaga ham bo'lar. Vau, obunachilar mana buni qaranglar. Atrof muhitni qaranglar obunachilar. Shunchaki qo'l telefonni olamiz va atrofni ko'ramiz. Barchaga salom obunachilar deb obunachilar bitta telefonga gapirib yuboray. Iltimos, sizlar endi YouTube kanalimdagi obunachilarni sizlar, meni o'zimning Instagramim bor. Ularga qani bitta gapiradigan gaplarim bor, shularni gapirib olay. Xo'p. Do'stlar, podpischiklar, nima gap tuzumizlar? Mana atrofni qaranglar. Atrof tuman. Ko'ryapsizlarki, bu tumanda bilasizlarmi nima qilish kerak? Shunchaki sayohat qilish kerak. Bitta joydan bitta joygacha peshkom borish kerak va odamlarning ishonchiga kirib turib, xohlagan narsani reklama qilish kerak. Balkim kimdirlar bilan kurashib yuborarmiz. Balkim kimdirlar bilan birga bir jangga chiqib yuborarmiz. Xullas, muhimi hype bo'lsa bo'lgan. Agarda sizga birorta hype kerak bo'ladigan bo'lsa, iltimos direktimga yozib qoldiring. Sizlar bilan birgalikda bemalol hype va videolarni olishimiz mumkin. Oppa. Bo'ldi obunachilar, hozir Instagramga chiqib biroz azoblab qo'yay dedim-da, bo'lmasam bo'lmasdi. Yo'q, birisi mana buni voy, mana bu yerda jitellarmi? Jitellar nima qilishyapti? Oppa. Bu jitellarni keti bormi? Nima? Bu uyda nimadir bormi? Tinchlikmi? Jitellar, bu uyda nimadir tinchlikmi? Nima gap, tuzumi Sarjon charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Nima gaplar? Bugun mana tuman bo'lyapti ekan va hammaga dam olish kuni berilgan. Xo'sh, bu yerda nima qilib turibsan? Bu yerda navbat kutib turibman.
Nimaga? Ana uyga kirib ko'rishgan. U yerda nimadir bormikan o'zi? Bilmadim. Unda nima qilib turibsan bilmasang? Balkim qizg'inoq bir narsa bordir-da, shunga navbatda turibman. Bu jigitlar ham bekorga turmaydi-ku, teng bo'lib kirganlar qaytib chiqmayapti. Nima? Kirganlar qaytib chiqmayapti? Tushunmadim. O'zi bu yerda nima bor ekan? Qiziq. Mayli o'tib ketsam. Yo'q, tentak bo'lsa qani ketdim, men kirishim kerak. Bu yerda hozir kirmasam bo'lmaydi. Yep, balakat bittada yo'qolib ketdimi? Ha, bu yerda nima bor ekan? Hozir jitillar men shunchaki Navbatda bo'shat tez-tez. Bu yerga biz ham kirishimiz kerak. voy navbatdagi sizlarni. Voy, bu yerda jitil yo'q. Lekin bitta dona stulchik bor. Tushunmadim. Bu yerda jitil yo'q do'stlar. Bu yerga nima kiryapsizlar o'zi? Qiziq nimadir bor, bo'pti, davay. Obunachilar bular bu yerga nimaga kirishyapti? Axir bu yerga kirishsa nima bo'lishini bilishmaydi-ku. Bu o'zi kecha kechqurun yoqmagandi. Bu tezroq politsiyaga qo'ng'iroq qilish kerak yoki nimadir qilish kerak. Obunachilar o'yla. Barakat, telefonim o'zim bilan-ku. Nima qilib turishibdi? Oxirgi yetmasdan bularga ham farqi yo'q, tavakkalchi. Balkim ichkarida qanaqadir qo'rqinchli manyak bordir, darhol tekshirish kerak. Yo. Bularni bir nima qilib to'xtatmasam bo'lmaydi borku. Bir nima qilib to'xtatmasam bo'lmaydi. Ketdim. Muhimi tez harakat qilish. Agar tez harakat qilmasak, obunachilar bularni to'xtata olmaymiz. Voy, shuncha jitil qani, shunchasi kirib ketibdi. Balakat dini. Voy, jitillar. Voy, qo'rqib ketdim undan. Nima qilib turibsizlar? Nima kiryapsizlar? Har doimgidek o'chirib kutyapmiz. Qara, shuncha jitil kirib ketib bo'ldi. Voy, shunchasi kirib ketgan bo'lsa, ular bu uyga qanday sig'ish mumkin? Shunchaki yo'q bo'lib qolish mumkin emas-ku. Nima qanaqasiga bo'lishi mumkin albatta. Balki bu yerda tegishli izurotlar bordir, nimadir bo'layotgandir. Namuncha cho'chiysan. Jitillar, mana shu yerda tutib turinglar. Hozir men sizlarga o'zim izimni topib kelaman. Yo'q, kutamiz. Oppa, bolalar, bularni izimni bilan bemalol aldab olsanglar bo'ladi. Lekin men izimni topganman. O'rniga bilasizlarmi nima qilaman? Miyaga ideyani jinnisi keldi. Hozir men ularga yaxshilab oxiri nimalik bilan tugashini tushuntirib qo'yaman. Birinchi navbatda u yerni yopish kerak va bu yerga shunchaki militsiyani chaqirish kerak va bu jitillarning hammasi shunchaki qayerga yo'qolib qolganini tushunib olish kerak. Agar tushunib olmasak bo'lmaydi obunachilar. Bo'pti, mayli jitillar. Xullas kalom, bu yer bugundan boshlab yopiq. Sizlar uchun bu yerga umuman kirish mumkin emas. Sababi bu yerda juda ham qat'iy yo'qolishlar kuzatilmoqda va bu yerga agar kirsanglar, kim biladi, balkim bu yerda shunaqangi tuzoq borki, u yerda bir manyak yashiringandir va u yerdagilarga sizlarning go'shtlaringiz kerakdir. Endi bilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Birinchi hamma narsani yomon tomonini ko'rib turib, keyin esa xulosa qilish kerak. Bo'lmasam bo'lmaydi. Nimalar deyapsan? Biz bu yerga kirmasak bo'lmaydi. Voy balakat. Voy, itarib tashlamanglar iltimos. Boray. Ketdik, to'rtamiz bitta olib kiramiz. Ketdik. Nimalar deyapti bular? Jitillar, sizlar ahmoqmisizlar demoqchi edim. Balakat eshikni buzib sindirib kirib ketdi, shuncha qilgandim. Mayli, lekin endi buni nima uchun yopaman? Chunki qishloqda hech qanaqangi jitillar qolmadi. Absolyutno bitta o'zimman. Umuman tirik jonzotni o'zi qolmadi yoki qoldimi? Mayli, tepadan bir chiqib ko'raylik. Obunachilar, balakat politsiyaga qo'ng'iroq qilish kerak. Politsiyaga zudlik bilan qo'ng'iroq qilish kerak, chunki bu yerga shunchaki kirib bo'lmaydi. Hamma yoqni nazorat qilib, keyin kirish kerak. Bu tumanda hech narsani ko'rib ham bo'lmaydi. Xaloyiq, agarda bu yerda tirik jon bo'ladigan bo'lsa, iltimos yonimga kelsin. Bitta o'zimga juda ham qo'rqinchli bo'lyapti, iltimos. Jitillar, kim bo'lsa ham yonimga kelsin. Agarda bu yerda tirik jon bo'ladigan bo'lsa, unda mana bu quduqning yoniga kelsin. Men mana shu quduqda bo'laman. Faqat 5 daqiqadan keyin. Hozir esa ichkaridan kamera, telefon va shunga o'xshash narsalarni olib chiqishim kerak. Xullas, obunachilar, mana meni qo'limda kamera bor. Endi o'sha yerga kamerani o'rnatib kelamiz, to militsiyachi kelguncha va u yerga bitta snack qo'yamiz. Balkim u yerda kimdir borligi uchun bu narsa, buni hidi ularga qiziq bo'lar va shundan keyin ular olgani chiqqanda kameraga tushib qolishadi. Xo'sh, endi kamerani shunaqangi joyga o'rnatish kerak, u yerda tuman bo'lmasin, ammo ko'rinsin. Qani? Oppa, juda ham ajoyib, yaxshi. Kamera ko'ryapti. Xo'p, endi mana bu yerda ham shunchaki ichkaridan kim bo'lishidan qat'iy nazar chiqqanda ko'rinsa bo'lgan obunachilar. Xo'p, mana shu yerdan va bitta mana bu yerdan. Oppa, yaxshi obzor bor, ko'rsa bo'ladi. Obunachilar, kamerani ko'rish qo'lidan keladi. Xo'sh. Endi agar to'g'ridagini ko'rib qolsa, oppa. Mana bu yerdagini lekin 100 talik ko'ra olmaydi. Balakat qo'yish xato ekanda.
Hoppa, mana shu yerga qo'yamiz va qarabsizki, bizlarda kamera bor. Ana endi ketdim militsiyaga qo'ng'iroq qilaman va militsiya bularning barchasini o'rganmasa bo'lmaydi, obunachilar. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va chiroyli kommentariy yozib qoldiringlar. Mani o'rnimdan bo'lganinglarda nima qilgan bo'lardinglar? Mayli obunachilar, barchaga xayr. Video yoqqan bo'lsa, o'sha aytgan narsalarimni albatta qilib qo'yinglar, chunki bu videoning davomi juda qiziq bo'ladi. Kelgusi videolarda